Dunyodagi eng zararli oziq-ovqatlar ro'yxatini ko'rib chiqib, rosti o'zim hayron qoldim. Shu paytgacha insonga ziyon keltiruvchi mahsulotlar orasida spirtli ichimliklarni birinchi o'rinda deb o'ylardim. Men hozir sizga aytib beradigan yemaklar ichida mast qiluvchi ichimliklar 9-o'rinda keltirilgani sizni ta'jubga solishi aniq. Demak, inson organizmi uchun eng zararli oziq-ovqatlar: popkorn, gazlangan ichimliklar, qand kasalligini keltirib chiqaruvchi shokolad va shirinliklar alkogoldan oldingi o'rinlarni band etgan. Eng zararli oziq-ovqatlar 5taligini sos va mayonezlar boshlab beradi. Ketchuplar ham shular qatorida. Keyingi o'rinni esa tez tayyorlanuvchi lapsha va pyurelar egallagan. 3-o'rinda arzon kolbasa va sosiskalar turadi. Ular o'zida konserva va go'sht miqdorini saqlamaydi. Ularning ziyoni shundaki, tarkibida kolbasani uzoq saqlashga ko'maklashuvchi mahsulotlar mavjud. 2-o'rinda ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan semirishga moyillashtiruvchi hot-dog va gamburgerlar keltirilgan. Buni menimcha ko'pchilik yaxshi biladi. Bilib turib esa, mayli. Me'yordan ortiq semirish va infarktga olib keluvchi, erkaklardagi jinsiy zaiflikni keltirib chiqaruvchi eng zararli mahsulot sifatida kartoshka fri va chipslar qayd etilgan.